Nega to'xtab qoldingiz? Yozavering. Seni qilgan ishing doim shunday, Ra'no. Nima qilman? Oraga so'z aralashtirdim. Yozavering. Men qarab turaman. Sen yonimda bo'lsang yoza olamanmi? Unday bo'lsa men Yo'q, ketay. Ketma. Istasang boshqa narsa yozaman. Masalan, she'r. Xo'p. Yana men yengilar ekanman-da. Lekin soch va qofiyasi oson bo'lish sharti bilan. Ma'qul. Osonrog'ini yozaman. Masalan, eshit. Agar Farhodning shirin bo'lsa majnunlarni laylosi, nasib bo'lmuş menga gulshan aro gullarning ra'nosi. Lekin shart shuki, ayni javob bo'lsin. O'zing o'qib ber. Eshiting bo'lmasa. Agar or etsa Layla haqlidir qaysning jununidan. Ne baxt Ra'no xaridoring, talab ahlining mirzosi. Hamisha havda ko'nglim bu muhabbat intihosidan, meni ham etmasa majnun devon Ra'noning savdosi. Javobi qiyin keldimi, Ra'no? Muhabbat jomida nosh aylagan ahli zako bo'lmuş. Fununi tiyibda majnundir. Kishining kuysi safrosi. Yengding, Ra'no, yengding. Mana buni javob desa bo'ladi. Lekin keyingi misrada bir xato qilding. Tibning aytishicha safro emas, qon kuysa kishi jinni bo'ladi. Safro kiymay turib, qon buzilmaydi Anvar aka. Xo'sh, davom ettirasizmi yana? Bo'ldi. Yengildim. Yutug'ingni olishing mumkin. Agar shu safar ham yenganimda seni urib o'tirmas edim. Nima qilardingiz? Endi foydasi yo'q. Dadam machitdan qaytib qoladilar. Men keta qolay. Ra'no, shoshma. Senda gapim bor. Hali eshitdingmi yo'qmi bilmadim. Ular ikkalamizni juftlashtirmoqchi bo'lib, butun kishi orqali mendan to'y vaqtini belgilashni so'ratgan edilar. Men ertaga javob bermoqchi bo'ldim. Sen uyalma, baribir ular bizni juftlashtiradilar. Agar sen shunday yuraveraylik desang, men ham ularga seni javobingni aytaman. Gapir, Ra'no. Qaydaman Anvar aka? Ra'no. Siz xohlagan vaqtda bo'lsin. Sen qachon bo'lsin deysan? Ko'klamga bo'lsin. Xo'p. Men ertaga ularga to'yimiz ko'klamga bo'lsin deb javob aytaman. Yerlar ko'klamlar bilan bezalganda, har tarafni binafsha chechaklari bosganda, qushlar uya qayg'usini chekkanda, biz ham to'y qilamiz.